Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan Markaziy Osiyo dinlari mavzuyimizda ikkinchi qismini ko'rib chiqamiz. Mavzuyimiz mobaynida sizlar bilan demak yahudiylik diniy ta'limoti haqida, O'rta Osiyoda buddaviylik dinining kirib kelish jarayoni hamda O'rta Osiyoda xristianlik dinining kirib kelishi haqida gaplashib o'tamiz. Albatta, dunyoda dinlar ko'p, shu nuqtai nazardan barcha dinlarni qaysidir yo'llar bilan O'rta Osiyo hududiga kirib kelganligi aynan bizga tarixiy nuqtai nazardan ma'lumki, xuddi shunday dinlardan bittasi bo'lgan yahudiylik haqida to'xtalib o'tamiz. Aynan bugungi kunda Samarqand va Buxoro hududlarida ham bilamizki, yahudiylar istiqomat qiladi. Aynan mana shu din o'zi qanday kelib chiqqan deydigan bo'lsak, yahudiylik yoki yudaizm dunyodagi eng qadimgi shu yakka xudolikka asoslangan dinlardan biri bo'lib, aynan Muso payg'ambar ta'limoti bilan bog'liq hamda demak yahudiy xalq orasida shakllangan deb hisoblanadi. O'zi aslida bu din qanday paydo bo'lgan yoki mana shu dinni shakllanishida xristianlik va islom dinlarining ta'siri bormi deydigan bir savollarni javobini olib ko'rib chiqamiz. Yahudiylik dini aslida qadimgi Falastin hamda Kanaan hududlarida miloddan avvalgi 2-1 mingyilliklarda shakllangan deyiladi. Aynan dinning tarixiy nimasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu dinning shakllanish jarayonida asosan Yahvega ishonch yo'qadi, ya'ni ulardagi shu yagona xudo sifatida Yahve ishoniladi. Dinning o'zi esa miloddan avvalgi 2-1 mingyilliklarda Falastin hududida shakllangan deyiladi, lekin bu qadimgi Falastin o'sha paytda qadimgi Rim hududlariga joylashgan hudud sifatida tan olingan. Dinning asosida albatta Xudo Yahvega ishonch yotgandan keyin ularning asosiy xudosi sifatida Yahve tan olinadi va yahudiylar o'zlarini dunyodagi Xudo tomonidan tanlangan, o'ziga xos, qaysidir ma'noda bir alohida xalq sifatida bilishadi. Odatda ularda bir diniy an'analarda o'sha Ibrohim, Ishoq, Yaqub, Muso kabi payg'ambarlarga alohida bir e'tibor qaratiladi. Xususan Muso payg'ambar yahudiy xalqini qullikdan olib chiqqan diniy yetakchi sifatida ulug'lanadi. Endi muqaddas kitob Tavrot, lekin Tavrot bo'lgani bilan ular ko'proq Tavrotni emas, balki Talmudni o'qishadi. Nima deganda Talmud ularda shu tarjimasi bo'lganligi uchun ham aslida Tavrot ularning muqaddas kitob bo'lgani bilan uni o'qishga hamma tushunmaydi, shuning uchun Talmudga ko'proq e'tibor qaratiladi. Tavrot keyinchalik Tanax tarkibiga kirgan. Tanax esa 3 qismdan iborat bo'lgan. Birinchi qismi Tavrot, ikkinchisi payg'ambarlar kitoblari hisoblanadi hamda uchinchisi esa muqaddas yozuvlar hisoblanadi. Asosiy g'oyalariga to'xtaladigan bo'lsak, yahudiylikda asosan yagona xudoga ishonch, ilohiy qonunlarga amal qilish, axloqiy poklikka amal qilish, adolat va halol bo'lish, diniy an'analarga sodiqlik, 10 amr degan bir o'ziga xos bo'lgan tarkibiy qismlar mavjudki, o'shalarga e'tibor qaratishga harakat qilinadi. Bir qiziq ma'lumotlardan bittasi sizlarga, aynan ularning ta'limoti bo'yicha Xudo dunyoni yaratishni demak yakshanba kundan boshlagan deyiladi. Va yakshanba kundan boshlagan bo'lsa, toki juma kuni kechqurungacha dunyoni yaratish bilan shug'ullangan. Shu nuqtai nazardan keyin shanba kun dam olgan deyiladi. Shuning uchun yahudiy ta'limotiga ko'ra ham shanba ularda shabbat deb ataladi. Aynan shanba kuni hech kim hech qanaqa ish qilmaydi. Hattoki chiroqlarni ham juma kuni kechga yoqib qo'yishadi. Shanba kuni mana shu chiroqni yoqish ham ular uchun biror ish bo'lib qolmasin deb. Umuman olganda o'zlarini shanbalarni aynan faqatgina Xudoga bag'ishlashga harakat qilishadi. Hattoki umuman birorta bir liftni bosish ham ular uchun biror ish bo'lib qolmasin deb shu liftga ham chiqishmaydi imkon qadar. Ya'ni bu yoki shanba kun biror ish qilish va Xudoga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Xudo ham dam olgan, biz ham dam olishimiz kerak degan bir ta'limot bo'ladi. 10 ta amrning ichida albatta yolg'on gapirmaslik, o'g'irlik qilmaslik kabi nimalarni kiritdi, lekin yahudiylarda bir ajoyib qoidalar bor. Masalan, yahudiy insonni boshqa yahudiy insonga foiz o'zi umuman yahudiylikda foizga pul berish taqiqlanadi, ya'ni foiz ribo hisoblanadi ularda ham. Lekin u pulni yahudiy bo'lmagan odamga bersa, u ribo hisoblanmaydi.
Ikkinchi tomon, masalan, spirtli ichimlik ichish taqiqlanadi. Lekin u spirtli ichimlikni yahudiy tayyorlagan bo'lsa, u harom hisoblanmaydi. Ya'ni mana shunaqa bir ajoyib qoidalari ham bor. Yahudiylik tarixi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsa, yahudiy xalqi tarix davomida juda ko'plab sinovlardan o'tishgan, xususan shu surgunlar, urushlar, ta'qiblar kabi jarayonlardan o'tishganki, aynan 70-yilda milodiy Quddus ibodatxonasi vayron qilingan paytda yahudiylar tarixda bir o'ziga xos burilish bo'ladi. Ya'ni ular endilikda mana shu diaspora deb atalgan turli hududlarga tarqalish jarayoni bo'ladi va asta-sekinlik bilan ular 1948 yil Isroil hududida joylashishadi va davlat tashkil etilgandan keyin butun dunyo hududidan yahudiylar aynan mana shu davlatga butun mol-mulklarini va umuman boyliklarini imkon qadar olib kelishga harakat qilishadi. Xususan O'zbekiston hududidan ham bir qancha yahudiylar mana shu Isroilga o'tib ketish uchun barcha narsa, mol-mulklarini sotib ketishgan. Ya'ni bu degani Isroilda barcha yahudiylar birlashgan. Diniy markaz va marosimlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, yahudiylar ibodat joyi sinagoga deb ataladi. Muqaddas shaharlari esa ularda ham Quddus hisoblanadi. Ayniqsa o'sha demak g'arbiy devor o'sha yahudiylar uchun muqaddas maskan hisoblanadi. Diniy bayramlardan Pesach, Xanukka, Yom Kippur kabi bayramlar mavjud. Bu bayramlarda yahudiylarni ham o'ziga xos bir nimalari bor, ya'ni marosimlari bor. Ularni ham qiziq tomoni, ularda bilamizki, yigitlari yon tomon sochlarini o'stirib yurishadi. Bu yoki qaysidir ma'noda shu bolalikdan boshlangan odat hisoblanadiki, sochni hamma joyini oldirib tashlash mumkin, lekin oldinda ikkita kokilni uzun qilib tushirib qo'yish ular uchun bir odat tusi hisoblanadi. Markaziy Osiyoda ham qadim yahudiy jamoalari uzoq vaqtdan beri yashashgan, xususan Buxoro hududi o'ziga xos yahudiylar maskani hisoblanadiki, shuning uchun O'zbekistonda ham yahudiy jamoalar, hattoki sinagogalar ham bor. Ya'ni O'zbekistonda diniy bag'rikenglikka amal qilinganligi uchun yahudiylar bemalol o'zlari dinlariga e'tiqod qilishlariga imkoniyat yaratilgan. Keyingi dinimiz buddizm, albatta dunyodagi eng qadimgi dinlardan bittasi. Miloddan 6-5 asrlarda Hindiston hududida paydo bo'lgan. Aslida bu dinga o'sha shahzoda Siddharta Gautama tomonidan asos solingan. Uni keyinchalik Budda, ya'ni nurlangan, ma'rifatlangan, haqiqatni anglagan inson kabi nom berilgan. Aslida u xudo bo'lmagan. O'zi dunyoda buddizmni xudolarsiz din ham deb ataladi. Buddizm miloddan 563-yilda demak shu shahzoda Siddharta Gautama tomonidan asos solingan din sifatida aytiladiki, aslida u shahzoda bo'lganligi uchun juda yaxshi hayot kechirgan va yaxshi hayot kechirgan paytda mana shu derazadan qarab odamlarni kasallikka chalinishi yoki qarishi, o'lim jarayoni bo'lishi yoki turli xil azoblar kechirishini ko'rgandan keyin dunyo mazmun haqida o'ylay boshlaydi va bir kun kechasi saroydan qochib chiqadi. Qochib chiqqandan keyin shu darajada qiynaladiki, hattoki shu suvsizlikdan o'ladigan darajaga kelib qoladiki, bir saroyga qaytib kirsammi ham o'ylaydi, lekin yo'q deydi, men shuncha bir shahd bilan nima bilan chiqdim, qaysidir ma'noda bir maqsad bilan chiqdim, endi maqsadimga yetaman deydi va shu yo'lda qaytmaydi. Va shu nuqtai nazardan keyinchalik bu buddizm diniga asos soladiki, bilamizki, aynan Buddani suvda nilufar guliga o'tirgan holatda tasvirlangan. Dastlab buddizm dinida xudo bo'lmagan, keyinchalik Buddani o'zini shu xudoga darajasiga yetkazishgan. Aslida u xudo emas, oddiy inson hisoblanadi. Buddizmning asosiy g'oyalarida demak inson barcha narsalarning markazida hisoblanadi. Xususan inson hayoti doimiy azob bilan bog'liq deyiladi. 4 ta oliy haqiqat mavjud, ya'ni hayot azobdan iboratligi, azobning sababi insonning nafs va istaklari ekanligi, istaklardan voz kechish orqali azobdan qutulish mumkinligi va buni 8 ta yo'li bor. Bu 8 bosqichli yo'lda demak o'ziga xos darajalar ko'rsatilgan. Aynan to'g'ri fikr bilan, to'g'ri so'z bilan, to'g'ri amal bilan, to'g'ri turmush tarzi bilan yetishiladi deyiladi. Shuning uchun albatta buddizmda
insonni birinchi navbatda sabr qilishga, ikkinchi navbatda tinchlikka, ruhiy poklanishga va turli xil mana shunday yomon illatlardan kechishga buddizm dini bir o'ziga xos bo'lgan insonni sokinlikka, ichki xotirjamlikka olib boruvchi din sifatida baholanadi. Hop, darslarimizda keyingi mavzularimizda yana ham kengroq o'rganamiz. Albatta bu mavzularimiz juda ham qiziq mavzu. Keyingi mavzularda ko'rishguncha sog' bo'linglar.